Onasini nimsin sen dastingdan tinchlik bormi? Hamma erkaklar orqangda kuchukdek qo'yapti. Xotinim bilan ham faqat seni deb urishyapman. Mencha chiroylisan. Kimsan, nimasan? Normali ta'rif ber, o'zimni Shahlo Ahmedova deb his qildim hozir. Orqamda yurmaylar, men erkak kishiman. G'alati-ku. Naki. Nima qilyapsan? Ha, men kimman? Dollar? Ko'rmayapsanmi, ko'tarilib tushyapman. O'yi kurs tushib ketdi. Onangni yere. Uf, yigitning omadi bilan o'ynash bo'lmaydi. Ozgina sabr qil, baxtga ko'maman. Sizni o'ynashingizni kutib o'tirishim kerak, men endi tavba qildim. Kambag'al. Chumo, men bo'lmasam hech nima eplanmaydi. Borayda. Pul hech narsani hal qilmaydi-yu, Sahno. So'tak. Qo'rqma, men yoningdaman. Ye. Assalomu alaykum begim. Teksa men faqat sizga tegaman. Bu onasini emsin. Hamma qizlar mana shu kalni ko'rganda 7 bukilib salom berasizlar. Yangi yilni tog'da o'tkazish boshqacha bo'lsa kerak. Bolalar ketdikmi toqqa? Sani puli yo'q-ku. Toqqa chiqasanmi? Onangni emgirlar. Hozir. Jigar, podeshka. Kal deysizlar, kalsiz ishlaring bitmaydi. Hozir. Qalaysan? Yaxshimisan? Men bilan so'rashmaysanmi? So'rashdim-ku, bir xil ekansan. Voy jigarim, shuni vaqtliroq etmaysanmi? Sen stoqqa chiqib dam olish menga ta'tirmidi? Voy mazgilar. Qizlar kalni quli desam, bolalar ham kalni qulimi? Ras toqqa chiqib dam olar ekanmiz. Bunaqa raya tabiiy mahsulotlar ichamiz. Rangi chiqmaydi. Nokli anorlisi bor, o'zimizda Anjanda chiqyapti. Akajon, rozi bo'ling-a? Shuncha podishka qildim. Iskirt baribir maydalab yubording-a meni. Ko'p gapirma, ketdik. To'xtang. Xo'jayin. Xo'jayinjon. Xo'jayin.